Aynan hosilaga ko'rsatadigan uyim bu Mirzo Ulug'bek tumani Alisherobodda joylashgan uyimiz bo'ladi. Bu uyimiz bitta ko'rsanglarchi, bir ham boshqacha qilib ketilgan. Hosilaga fasadini bitta ko'rdinglarmi? Endi eng qiziqlari bu uy ichi hisoblanadi. To'g'risini aytaman, domni o'rniga boqib yuboradigan joyi. Nimaga aynan aytayotganim, misol uchun sizda domingiz bo'lsa, domni sotib bu uyga xarid qilsangiz bo'ladi. Remontlarini bitta ko'rasizlar, o'zingiz shunaqa mazza ko'rasizlar. Shundoq kirganinglarda uyimizda bu hol qismi bo'ladi. Hol qismini bitta ko'rsanglarchi, mana bu Inkar degan brend anaqasi ekan. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yerda mana bu toza oyna bo'ladi. Oynadan qilib ketilgan. Inkar mana orqasidan bitta e'tibor bersanglar, svetlar ham yonib beryapti. Hol qismi shunaqa bo'ladi. Bemalol choy ichib o'tiradigan joyimiz bo'ladi. Bu tomonimiz endi oshxona qismi bo'ladi. Oshxona qismiga kirishdan oldin like bosib qo'ying, chunki ayollar sevadigan oshxonamiz bu high-tech uslubida qilib ketilgan. Oshxonasini e'tibor beryapsizmi? Vobshe boshqacha qilinganda narxini mayli hozir aytib o'taman sizlarga. Narxi $180,000 deb aytilyapti. To'g'risini aytaman, $180,000 ga bu uyimiz haqiqatda pulga arziydi, chunki aytaman, domni sotib sirazu olib bo'ladi. Uyimiz bu ikkinchi qavatga chiqib ketadigan zonasi tepada 4 ta spalniyadan iborat bo'ladi va bu tomonimiz ota-onalar uchun yotoqxona. Bu yerda endi zinadan ham umumiy foydalanib ketilgan gostivoy, bu yerda bizda sanuzel qilib ketgan. Bu tomonimizda aytganimdek, bu ota-onalar uchun yotoqxonasi bo'ladi. Bu yerda havo aylantirish uchun joyi va o'zini bu yerda sanuzel qilib ketgan. Endi sizlarga ikkinchi qavatga sayohat qilamiz. Uyimiz ikkinchi qavatga chiqsanglar, ko'rsanglar, bu yerda 3-qavatga ham chiqib ketadigan zonasi. Uyimiz 3 qavatdan iborat bo'ladi. Tepasi mansabli zonasi. Endi o'ng tomondagi xonaga kiramiz. Bu o'ng tomondagi xonasi ota-onalar uchun yotoqxona qilib ketilgan, graylani ko'rsanglar, oynani qilib ketilgan, bemalol qorong'u bo'lib qolmaydigan xonalar. O'zini bu yerda sanuzellari ham qilib ketishgan. Sanuzellariga bir e'tibor bersangiz, skromniy variant qilib ketilgan, haqiqatda boshqacha qilib qo'yishgan. Endi keyingi xonalarga o'tib ketamiz. Ketdik. Mana bu o'tishimizda mana bu kiruvchi ko'rdinglar, boshqa joydan, antelopdan joydan boshladim. Chiroyli qilib qo'yishgan haqiqatda. Bu tomonimiz endi общий bitta sanuzel qismi bo'ladi. Общий bu sanuzel qismi va keyingi bu yerda yana bitta детский spalnyamiz bo'ladi. Ayol farzandinglar bo'lsa, ayol farzandinglar uchun juda ham chiroyli yechimlardan biri. Endi bu tomonimizni bitta ko'ramiz. Bu yerda endi o'g'il bolli farzandinglar uchun alohida xona qilib qo'yilgan. Ustirasiga e'tibor berasizmi? Inshaalloh hammamizga bunday uylar nasib qilsin. Sizda hozir imkoniyatingiz bor, xuddi shu uyga hozirda sotib olishga. Siz tezroq shoshilib qolinglar. Pastda telefon nomerini qoldirganman. Narxini boshida aytib o'tganimdek $180,000 deb aytilyapti. To'liq informatsiyasi pastda telefon nomerlarida bilib olsangiz bo'ladi. Rahmat.